Rossiya kompaniyalari o'zbeklar ustidan jalva qilib boshlabdi. Nima emish? O'zbek ishchi kuchlari bizga yetmayapti. Ha, ana shunaqa bo'ladi. O'zbeklarning qadriga yetmasalaringiz. Do'stlar, meni bilasizlar, 3 yildan buyon aka-ukalarimizga ish topib berishga yordam bilan shug'ullanib kelaman. YouTube kanalim bor, 5 millionga yaqin obunachim bor. Instagramda yaqinda o'z ish faoliyatimni boshladim. Xullas, Moskovskiy oblastda Ximkiga aka-ukalarimizga ish joyi bor. Bizga ishchilar kerak deb kompaniya aloqaga chiqyapti. Oziq-ovqat ishlab chiqarish joyiga upakovchilar kerak. Ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Smenasiga 3600 rubldan beradi. Xohlasalaringiz nochta, xohlasalaringiz denda ishlaysizlar. 8 dan 8 gacha ish. O'sha ishxonani yonida yotoq joyi bor, obshitasi tekin, registratsiyasi tekin, undan tashqari formalari tekin. Agar polni paket dokument qilishga qiynalsalaringiz, ishxona yordam beradi, lekin oyliklaringizdan qaytarib qoladi. Do'stlar, kimga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiraman. Murojaat qiling, ish ma'qul bo'lsa, keling, ishlang, soqqani qiling. Har 15-chislov va 30-chilovda oylik berib borilaveradi. Agar sizga ish kerak bo'lmasa, videoga like bosib, ish izlab yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz, savobga qolasizlar. Meni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqangi foydali videolarni ko'rib boraverasizlar.